Assalomu alaykum yurtdoshlar. Sizlarga kichkina mini kir mashina ko'rsataman. Artel. Birovlar ko'rgan bo'lishi mumkin, birovlar ko'rmagan bo'lishi mumkin bu kir mashinani. Mana taymeri bor ekan. Mana taymer stirki 10 minutgacha mana. O'chadi. Bu ajim sig'adigani. 3 minut. Asta bu yoqqa kelib to'xtaydi. Bu reklama emas, prosta men ko'rsatyapman. Bunday kir mashinalar ham kelibdi deb o'zim ko'rsatyapman. Mana sig'adigan savatchasi. Mana disk aktivator. Tagida reduktor bo'ladi. Motorchik. Mana bu joyida filtr. Bir nimalar tiqilib qolsa, ikkita shurubini bo'shatasizda, olib tozalab yana joyiga qistirasiz. Mana o'zining mestalari bor, kirib turadigan mana. Mana ko'rganingizdek joyiga tushadi. Ana shunday qilib bekitib qo'yasiz. Bunda ust-bosh, kiyim, oq ko'ylak, qora ko'ylak, shim shunaqalar yuvsa bo'ladi. Keyin tufli, krossovka, nachosli tagi, sirti tagi nachosli xili, julli xili materiallarni yuvsa ham bo'ladi ekan. Mana garantiyali taloni 3 yil garantiya beramiz dedi. Foydalanish bo'yicha yo'riqnoma. O'zbek tilida yozilgan, o'qib chiqishingiz mumkin. Mana bu yerda LED lampochkasi bor ekan mana. Mana o'zbek tilida yozilgan, rus tilida yozilgan agar kim ishlatishni bilmasa. Mana shunday. Mana siqishdan oldin kirni ustiga albatta himoya diskni qo'ying. Qo'ymasangiz kir bir tekis aylanmaydi. Ikkitasi. Artel. Ta'minot siz ishlaydi. Markaziy suv ta'minotisiz ishlaydi. Xo'sh. Mana ikki yonboshida ruchkasi bor. Mana o'sha degan qo'lga udobniy ekan, juda ham zo'r. Mana suv to'kadigan shlangasi bor mana. Kir yuvish mashinasi, bir kamerali, однокамерная. Model SE25, цвет белый, 2,5 kilogramlik kirni yuvib biladi bu, 2,5 kilogramlik. 2,5-3 kilogramlik. Загрузка ajim 0,7 1 kilogramga ham yetmaydi. 220 volt, 50 Hz. Потребляемая мощность 150 Вт. 150 Вт tortadi. Xo'sh, o'zini целый og'irligi 5,5 kilogram ekan mana. 5,5 kilogram. Произведено 18-12-24. 18-dekabr 24-yil ishlab chiqarilgan. Shunuri. Buni bahosini 650 ming so'm deb aytdi do'konchi. 650 ming so'm. 3 yil garantiya qo'yib beramiz dedi. Kimga qiziq bo'lsa, kerak bo'lsa, kelib xarid qilishingiz mumkin. Garantiya qo'yib beramiz dedi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.